2025 yil 25 iyun kuni soat 17 onda Mening yurtim kanalida Kechdim serialining kutilgan 23 qismi efirga chiqadi. Bu o'zbek seriali o'zining samimiyati, chuqur obrazlari va tomoshabinni hayajonda ushlab turish qobiliyati bilan allaqachon ko'plab yuraklarni zabt etgan. Kechdim oilaviy drama va ijtimoiy mavzularning nozik uyg'unligi bilan hayratga soladi. Yangi qismda mualliflar qahramonlarning ichki nizolarini mohirona ochib beradi. Bu esa tomoshabinlarga ularning baxt va adolat uchun kurashiga hamroh bo'lish imkonini beradi. Har bir kadr o'zbek xalqining ruhiga to'la, go'zal manzaralardan tortib, chin dildan aytilgan suhbatlargacha. Aktyorlarning o'yini hayratlanarli, ularning his-tuyg'ulari shunchalik jonliki, o'zingizni hikoyaning bir qismidek his qilasiz. Ssenariy o'ylanganligi bilan quvontiradi, rejissyorlik esa mamlakatning madaniy boyligini ta'kidlaydi. Kechdim nafaqat serial, balki hayot, sevgi va matonatni aks ettiruvchi ko'zgu. Yangi qismni o'tkazib yubormang. Bu sizning yuragingizda iz qoldiradi.